Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. İbn Mace rahimahullah Sunan İbn Mace kitabı şunaqtaydı 13. hadis. Haddesena Nasr ibn Ali el-Cehdami قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. İbn Mace deydi, bizge Nasr ibn Ali el-Cehdami hadis sözlep berdi. Bu kişi depti, bizge Sufyan ibn Uyeyne özünün uyida hadis sözlep berdi. Men onundan sorgan edim. Yani men Sufyan ibn Uyeyne'den sorgan edim. Sufyan ibn Uyeyne özünün uyida men onundan sorgan edim. Digen bu gepler, bu alımlarning ilmga bo'lgan muhabbeti ve ko'ngil bilishi, nayt inchikliganligini, ko'ngil bilishini ko'rsatdi. Bu kişi deydi, Sufyan ibn Uyeyne Salim ibn Abi Nadr'den hadis sözlep berdi. Anden sümme merre fil hadis, anden hadisini devamlaştırıp mundaq dedi. Yaki Zeyd ibn Eslem'den. Salim Abi Nadr'den yaki Zeyd ibn Eslem'den bu Sufyan ibn Uyeyne'den kelgen şek. Yani ikisinden birisi hadis sözlep bergen mağa demekçi. Bununla Ubaydullah ibn Abi Rafi hadis sözlep bergen o dadısıdın rivayet kılgan. Yani Abi Rafi radıyallahu anhu'dan sahabdan rivayet kılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degan. La ulfiyenne ahadakum alfa degan vajada degan gap, tapdi degan gap. Men sizlarning biringlarni o'zining o'ldirdigan yerga yoki karvitiga, zinnatlangan karvitiga yoki safa kreslosiga degandek mundaq o'ltirib, ya'ni taynib yoki yo'linib o'ltirib, uningga men buyurgan ishlardan yoki men cheklagan ishlardan bir ish kelsa, ondan u men bilmayman, ya'ni bu hadisni bilmayman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyurgan bu buyruğunu yoki cheklagan bu ishni men bilmayman. Biz Alloh taolaning kitobi, ya'ni Qur'onda bayqanni bizni topganimizga ergashdik deb mundaq bayqamay. Men sizlarning biringlarni, ya'ni kelgusida mushundaq sapaga yo'linib olib, o'rindiqqa o'ltirib olib yoki karvitiga yo'linib o'ltirilib, ya'ni takabburlik qilib, bilimsizligidan mushundaq vakavurlarcha o'ltirib olib, mening hadislarimni rad qilib, mushundaq demisul mushtaq holatda bayqab qolmay deb la ulfiyanna deb tashdidlik nun bilan, ya'ni nun saqila bilan buni ta'kidladi. Nun saqilaning roli ta'kidlash. Men shuni shu holatda sizlarning biringlarni bayqab qolmay deydi. Ya'ni bu orqali bundaq qilishdan, bundaq deyishdan, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rad qilishdan, inkor qilishdan, qabul qilmaslikdan Payg'ambar alayhisalom to'sib. Bu hadisdan ilingan foydalar. Birinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadisni so'ziga vaqtida sahobalarning ichida hadisni rad qilganlar yo'qdi. Payg'ambar alayhisalom kelgusida mushundaq odamlarning chiqib qolganligini oldin ola xabar beradi. Bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarlik dalillarining, ya'ni mo'jizalarining birisi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhisalomning hadisni rad qiladigan kishilar mush hadis deyilgandek, ya'ni o'ziniki karvatiga yo'linib olib, o'ltirib rad qilishi bu odamlarning noiti aqlsiz ekanligini, bilimsiz ekanligini va takabbur ekanligini ko'rsatdi. Uchinchi, hadis Qur'onni sharhliguvchi, izohlovchi va tushuntiruvchi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari vahiydan iborat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislariga amal qilish farz. Payg'ambar alayhisalomning hadislarini yodlash va ularga amal qilish xuddi Qur'on Karimni yodlash va uni amal qilganga o'xshash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahih sunnatlari hargizmi Qur'onga zid kelmaydi. To'rtinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislariga ko'ngil bilish, ahamiyat berish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari va ulardan keyin kelgan tabi'illar, olim imomlar Payg'ambar alayhissalomning hadislariga nihoyat ko'ngil bilgan, ahamiyat bergan. Ular sunnatlarga shunchalik ahamiyat berganki, hadislarga shunchalik ahamiyat berganki, hatto din dushmanlari nurg'ulg'an yolg'on hadislarni to'qib chiqqan bo'lsa-mu, ular sahih sunnatlar, sahih hadislar bilan ojizlarini va yolg'on to'qilmalarni ayirib, hatto bizgachilik sahih holatda sahih sunnatlar yetib kelgan. 5. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rad qilishdan cheklash.
Yani Peygamber aleyhisselam la ulfiyanna hadakum dedi. Yani bayqab qanmay, tapmay dedi. Bu yani çeklimini bildirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini rad qilgan kişi o halokat ustida degan gap. Allah subhanahu wa ta'ala İslam ümmetini, musulmonlarni her vaqt, her yerde barliq yomonliklardan saqlasin, qo'g'disin, İslam ve musulmonlarga nusrat g'alaba ato qilsin, din dushmanlarini o'z yer bilan yakson qilib olsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.